Ko'pchilik bayqadinglarmi bilmadim. Yaqinqi 100 yildan buyon insonlarning fan texnik tadqiqoti qarmoqqa to'xtab qolgandek, hech qanday cho'ng bo'sish bo'lmagandek turdi. Bu zodi qanday sababdan bo'lgan? Buni yana 100 yil ilgirki vaqtdan so'zlashga to'g'ri keladi. Bu vaqtda fan texnikning taraqqiyot sur'atida hatto yo'riqlik tezligini ko'rgili bo'ladi. 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlari dal birinchi qitimliq dunyo urushi mezgili, lekin ana shu chog'dagi ashunday qalaymuqanchilik yillarda nihoyat ko'p dongli fizik olimlar maydonga keldi. Bu parcha rasm 1927-yili Sovet yig'inida tortilgan. Bu shu davrdagi eng aqlli bir bo'lak kishilarning xotir surati bo'lib, mana bugunga qadar ulardan olib ketish nihoyat tez. Bu 27 odam ichida 17 odam Nobel mukofotiga erishgan. Hamda ularning ko'p qismining ismi maktab fizika darslik kitobining ichiga kirgizilgan. Hatto nihoyat ko'p formulalar ularning ismi bilan atalgan. Nobel mukofotining shunchalik nufuzli bo'lishi, ta'sir kuchining shuncha cho'ng bo'lishi, mushu kishilarning mukofotga erishishi bilan nihoyat cho'ng munosabati bor. Einstein nisbiylik nazariyasini qurib chiqqandan keyin Newtonning mutlaq zamon bo'shliq qarashi nihoyat tezla ko'mirildi. Nisbiylik nazariyasi bilan kvant mexanikasi bugungi zamon fizika dunyosining ikki cho'ng to'riq bo'lish sifati bilan insonlarga bu dunyoni yangidan tunutdi. Shuning bilan bir vaqtda insonlar jamiyatida osmon zamin o'zgarish hosil qildi. Kvant mexanikasi bir odatiy kishilarning tushunishi nihoyat tez bo'lgan fan bo'lish sifati bilan uning javri amaliyotda faqat bir xat, aniqsizlik. Lekin siz hargizmi kvant mexanikasini tushunishga urinmang. Chunki sizning dunyo qarashingiz uning sababidan gumburlab tushishi mumkin. Undaqda nisbiylik nazariyasi bilan kvant mexanikasi borliq kelganiga allaqachon 100 yil bo'lgan turib, nimishqa fizika ilmida hozirgacha yemil cho'ng bosish bo'lmaydi? Amaliyotda kishilar doim faqat og'dirmachilik nazariyasining borliq kelganini asli qoldiradi, lekin u borliq kelishdan burungi nazariyaning to'planishiga sal qaraydi. İnsanlar fan texnikasi qarmoqqa shiddat bilan ilgarilayotganda ko'rinsimi, amaliyotda har qitimliq cho'ng bosishning hammasi liriki kishilarning 100 yillik texnikalik cho'kmasiga tayindi. Newton bilan Galiley klassik fizik ilmining qurg'uvchisi bo'lish sifati bilan yangi davrning cho'ng eshigini ochdi, lekin Einstein fizik ilmiy dunyosida cho'ng bosish hosil qilgan vaqtda allaqachon 2 asr o'tib ketdi. Shunga keyingi qitimliq cho'ng bosish balkim 2100-yil atrofida yuz berishi mumkin. Balkim siz bugungi insonlar fan texnikasining taraqqiyoti odatdan tashqari tezda his qilishingiz mumkin, lekin amaliyotda bizning bu dunyoga bo'lgan tushunchamiz yana nihoyat oz. Fizik ilmi dal bir bo'g'ma mazgilda turibdi. Namada hozir holatni bo'lish fursati kelsa, insonlarning taraqqiyotidan sifat xarakterlik o'zgarish yuz berdi. Lekin keyingi qitimliq bosishni balkim 22-asrgacha saqlashimiz mumkin. Uningdan burun ilm fan ehtimol muqim taraqqiy qiladi, toki Einsteinga o'xshash talant egasining yana bir qitim maydonga kelishigacha. Biz birlikda boshlanish nuqtasiga qaytaylik. İnsanlar barliq kelgan dastlabki mazgilga qaytaylik. Biz eng burungi ibtidoiy madaniyatdan bugungi zamonaviy madaniyatga taraqqiy qildik. Biz olamga nisbatan hech nima bilmasdan, mana bugun insonlar ko'zish asbobi quyosh sistemasini kezalaydigan bo'ldi. İnsanlarning dal mushug'ul alohida izlanish ro'y bo'lganlikdan bu ruh bizni yiroqlarga boshlab bordi. Bizni olamdagi texnik ko'p biz bilmaydigan sirlarni yeyishga ilhomlantirdi.